Qadrli obunachilar, Andijon Moshina bozoridan Bivay deydi tok yuragini topib bo'ldim. Gaz zapravkada o'chirib turib zerikkanlar uchun mana akalar Bivay deydi zo'rini topdik mana. Faqat tok yuradi. Smartfonga emisiz bor. 2023 yilda ishlab chiqarilgan. Orqa tomondan ko'rinish holatlari mana ko'rib turibsizlar. Sakadiskilar 4 ta yumshoq baloni bor ekan. Hozir mana ma'lumot olamiz egasidan. Ichki holatlari ko'rishlar mumkin. Mashinamiz yaxshi holatda ekan. Barlarga e'tibor bering, telefon qo'yadigan zaryadchik, hamma yo'g'i joy-joyida udar mashina. Mashina faqat tok yuradi. Orqa tomon ko'rinish holatlari mana akalar. Bu mashinamizni 13 ming dollar kami bor deb aytishyapti. Hozir egasidan telefon nomerlarini olamiz. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqib shu mashina xarid qilsalar bo'ladi. Telefon nomeringizni ayting. 90'lik 90'lik 258 258 0777. 0777. Qancha qilib berasiz bo'ladi? Minarmani. O'zimiz 13 mingga qilib beramiz. 13 ming dollarga qilib beramiz deb aytishyapti. Faqat tok yuradi. Hech yerda ishi yo'q. Hamma yo'q joyida. Kraskasi top bo'lsa hamma yo'q zo'r. Hamma yo'q zo'r ekan. Mana ideal holatda ekan. 4 ta yumshoq balon. Hozirgi aytilib o'tilgan raqamlarga bemalol aloqaga chiqib xarid qilsalar bo'ladi. Mashina udar ekan mana. Gazdan charchaganlar uchun BYD tok yuradi. Elektromobil.